Hammaga assalomu alaykum Gedji kanalimiz obunachilari. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Короче, bugun biz o'sha Dream League Soccer DLC 2026 o'yinini akkaunt kuchaytirish haqida video olamiz. Sizlarga o'tgan safar yoqib tushdi video, o'shaning uchun yana qayta olishga qaror qildim. Oldingida akkaunt ancha o'zgarib, full bo'lgan. Xo'p, videoning oxirida bitta pushti agent ochib ko'ramiz, qani kim tusharkan. Xo'p, demak bo'lmasa videomizni boshladik. Sizlar kanalga obuna bo'lib, kommentariy yozishni esingizdan chiqmasin. Xo'p, qani bo'lmasa biz boshlaymiz. Birinchi legendarniy scout beramiz, kim tusharkan. Qani bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Turam tushdi. Olsakmikan? Yo'q, akkaunt kuchaytirishimiz kerak. Di Lorenzoni shunchaki sotib olishga, ya'ni akkaunt kuchaytirishga olamiz. O'tkazib olsak ham bo'ladi. Pul yetarmikan Turamga? Mayli, Turamni ham olamiz. Pul yetar ekan. Buni ham o'tkazib olamiz tez-tez. Video cho'zilib ketmasligi uchun. Xo'p, endi ikkita futbolchini ham sotib olamiz texnikaga. Mana endi Di Lorenzoni ham texnikaga sotib olsak yaxshi bo'ladi, chunki ko'p futbolchilar, bitta Ronaldodan tashqari ko'p futbolchilar fitnesga kuchayishi kerak. Texnikasi ko'proq kerak. Mana masalan Leolarga shunaqa ko'proq kerak. Xo'p, birinchi bo'lib stadionimizga kiramiz. Hali stadion ochilmagan. Ochilgandan keyin training center kuchaytirishimiz kerak birinchi o'rinda. Ungacha kuchaytirib turishgan bo'ladi bizga futbolchilarimiz. Qani birinchi golkiperdan boshlaymiz. Reaksiyaga tushsa yaxshi bo'lardi. Va handlingga tushdi, 90 bo'lib ketdi. Mayli, nima ham derdik. Texnikaga kuchaytiramiz. Unchalik zo'r tushmadi, lekin mayli, boriga shukr deymiz. Bizda full bo'lishi mumkin bo'lgan o'yinchilar De Bruyne, Hakimi, keyin mana shu ikkita futbolchi full bo'lishi mumkin. Mana bosamiz, qani bismillahirrohmanirrohim. Full bo'lsa lekin zo'r bo'lardi. Yo'q. Hakimiga tushdi-yu, lekin full bo'lmadi. 95 bo'lib qoldi. Yana bir marta kuchaytirish kerak ekan Hakimiga full bo'lishi uchun. Lewandowskining ham dar 99 bo'lib, bir kam to'lmagan dunyo bo'lib qoldi. Lekin yaxshi Hakimini pasi bilan kopta yopib qo'yishiga tushdi. Xo'p. Bizda bundan keyin kuchaytiramiz. Yo'q, lekin Dembelega kuchaytiraveramiz, staminasiga beramiz. Taklingga beramiz. O'zim ham qanaqadir boshqacha kuchaytirmoqchiman. Taklingini 100 qilmoqchiman shu Dembeleni. Shunda qanaqadir zo'r bo'ladi. Noyob desa ham bo'ladi-da, noyob bo'lib qoladi qanaqadir. Kamida taklingini 70 qilishimiz kerak. 95 bo'ldi Dembeleni. Okey, bosamiz. Hop. Stadionni kuchaytiramizmi? Yo'q, stadiondagi center kuchaytiramizmi? Yo'q. Nima qilsak ekan? Texnikaga golni beraversak, lekin ikkita o'yinchi full bo'lishi aniq-da, lekin. Nima qilsak bo'ladi? Coaches qani? Nechta bor? 225 ta bo'ladigan bo'lsa. Hop. Lekin bunga kuchaytirganimiz, training centerga kuchaytirganimiz yaxshi, chunki yana Olmosga kuchaytirish arzonlashadi. Hop. Taktikalardan qaysi taktikani tanlaganimiz yaxshi? Shu joyda mana kommentariyaga yozib qoldiringlar. Menimcha mana shu birinchi guruhda eng yaxshi taktikalardan bittasi bo'lsa kerak. Bo'lmasa birinchi guruhdan tanlaymiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Mana kuchaydi. Bizda endi 191 ta bo'lib qoldi. Ancha arzonlashdi. Hop. Endi videomizning eng qiziq joyi
pushta agent ochamiz. Bizaga kim tushishi kerak? Eng tushib kelgan futbolchilar Julian Rierson tushsin yoki Thiago tushsin, chunki Thiagoning bo'yi 1.91 uzun, yoki Yildiz tushsin. Xo'p, qani bo'lmasam sizlar videoga like bosib obuna bo'lib qo'ygan bo'lsanglar, biz pushta agent ochishni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, Varadar, Svillar tushdi. Essiz. Oxirgi urinishimiz edi. Mayli endi. Pushta agentga o'tkazib yubormasdan ko'ramiz. Yildiz, Thiago yoki Rierson ehtimoli bor edi, mayli. Dallas ustimizdan kulgandek. Taktikani to'g'ri uch qilamiz. Pushta o'yinchilarni tushirib qo'ysak ham bo'ladi akkauntga. Mana akkaunt уже ancha noyoblashib qoldi. Rivaldolar bilan ancha kuchli akkaunt bo'lib qoldi. Xo'p. Mana xullas akkauntimiz shu. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Mana shunaqa videolarni ko'proq chiqarib turayman. Shunga o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Agar mana shunaqa kontentlar, videolar yoqadigan bo'lsa, kommentariyalarga yozib, yoqdi deb yozib, likelarni qancha banglayib tashlaysanglar, shunchalik ko'p qilamiz bu videolarni. Xo'p, bo'lmasam like bosib, obuna bo'lish esingizlardan chiqmasin. Hammaga xayr, rahmat, sog' bo'linglar.